Apa? Kim bor? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Qandoqsiz opa? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? O'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Ha, opa, muncha chiroyli. Go'zal, nima deydi? Sariqda o'tirasizlarmi? Gullaringlarni qaranglar, olayda. Opa, men nimaga keldim? Deyin, Daron akam uydami? Ha, Bormi? Ha. Qaranglar, chiroyli. Daron akam nima degdi-da, bir mo'jiza bor deb aytuvdi. Mayli. Kirsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'jayin. Aziz keldi. Assalomu alaykum. Daron aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Tinchmisiz? O'tiribsizlar? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Ayam Toshkentda dam olyapti. Tinchmisiz? Darslar qilyapsizmi? Kirsam bo'ladimi? Kiraver. Daron aka, bu sizni ilmiy xoningiz shekilliga. Bu o'zimni xonim, mana shu yerda dars qilaman, mana shu yerda ilmchi nima qilamiz. Haligi nima bo'yicha keldim, Daron aka? Yo'q, xudo uchun. Mana aytuvdingiz-ku. Mana aytganimga aytuvdim. Mana yerda sog'lanadi-da bu. Allohga bergan, Allohga hamd sanolar bo'lsin. Buni bo'lganiga dunyoga kelganiga allaqancha mahal o'tgandir. Biz ham mana shunga ko'rganlar ko'rgan, ko'rmaganlar ko'rmagan. Endi hozirgi hayotda odamlar ham yo'lni ko'rsatyapti, boshqa qilishyapti. Lekin buni sog'lab yaqindan beri Xudo qalbimga soldiki, buni nafaqat umr o'tdi, yosh ketyapti. Mana shunga yaratgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin, shuni bir ko'rsatib insonlarga ibrat bo'lsin degan niyatda aytdim senga. To'g'ri. Mana shunga shuni insonlarga ko'rsatsak, Xudo xolasa Allohning bergan bir mo'jizasi. Bunga avvalambor Xudo sababchi bo'lgan narsa, har bitta insonda yelkasida ikkita farishtasi bor. Biri noma'lum amalda yaxshisini yozsa, birisi yomonini yozadi. Shuning uchun har bitta insonda noma'lum amal yomon nimalari ko'payib ketganda, meni ham shu qalbimga soluvdi, onam rahmat aytganda, buni albatta buni yuvish kerak, tozalash kerak deb, shuni qattiq ibodatga berilib, Allohdan so'rab, istig'for aytib, xatmi Qur'onlarni qilib, yaratgan Allohimdan tavba tazarrular qilib o'tkazayotgan umrini nimasida mobaynida tovuqxonaga tushsam, tovuqxonada to'rtta tuxum turgan ekan. Qo'limga olib do'ppimga solasam, bittasi yopishib qoldi qo'limga. Yopishib qoldi. Buni dedim, tovuqlar cho'kib qo'yibdi deb yana keyin eshikka chiqib yorib qolib chiqsam, yo'q, bitta torsada orqasida mana yoriq turibdi. 3 ta chiziq turibdi. 3 ta chiziq o'zini tuxumni shaltag'i ham turibdi. Keyin bu nima ekan deb orqasini bu yog'ini bunday olsam, yaratgan Allohimga hamd sanolar bo'lsin, Allohning ismi arabchasiga. Mana alif, lom, mana x motivasiga chiqqanda, bunday turibdi-da. Meni yaratgan Allohimga qilinganda ichidan bo'rtib yozilganda bu. Mana orqasini teshib turib, Xudoda yorib turib, ichidan bo'rtib yozdirganda Allohning qudrati bilan